Assalomu alaykum aziz talabalar. Marhamat o'tiring. Tarix bilan tanishuv darsimizning bugungi mavzusi ko'rib turganingizdek Orxun Enasoy yozma yodgorliklar deb ataladi. Reja bo'yicha biz dastlab 1 va 2 turkiy xoqonlik tarixi bilan tanishamiz. So'ngra Orxun Enasoy toshbitiklarining topilishi va o'rganilishi haqida, Orxun bitikdoshlari, Enasoy bitikdoshlari va ularning poetikasi haqida suhbatlashamiz. Tarixdan ma'lumki, Turkiy xalq juda ko'p davlatlarga asos solgan. Temuriylar davlati deymiz, Qo'qon xonligi, Buxoro amirligi, lekin undan ham avval juda katta bir davlatimiz bo'lganki, afsuski bu haqida ko'pchilik yaxshi ma'lumotga ega emas. Bu Turkiy xoqonlik, ya'ni Turk xoqonligi davlatidir. Bu davlat tarixda 6-8 asrlarda mavjud bo'lgan, taxminan 200 yil umr surgan davlat. Bu davlatning asoschilari tom ma'noda milliy ozodlik harakatining qahramonlari. Afsuski biz ularning nomlarini Jaloliddin Manguberdi, Amir Temurlar qatorida esga olmaymiz. Umid qilamanki, bugungi darsimizdan olgan ma'lumotlaringizdan keyin siz bo'lajak o'qituvchilar maktabga borganingizda milliy ozodlik kurashchilari safida mana shu bugun tilga olinadigan qahramonlarimiz ismlarini ham faxr bilan tilga olasizlar. Tarixga qaytsak, demak, Turkiy xoqonlik qachon tashkil topdi? Turkiy xoqonlik taxminan 6-asrning o'rtalarida tashkil topgan. Tarixiy manbalarda 2 xil sana ko'rsatiladi. Birinchisi 545-yil, ikkinchisi 551-yil. Bu davlatga asos solingunicha Markaziy Osiyoda va Mo'g'uliston cho'llarida 2 davlat mavjud bo'lgan. Birinchisi Jujanlar mamlakat davlati, ikkinchisi esa bu Eftalilar davlati deb ataladi. Gomelovning xabar berishicha, Jujanlar davlatining davlat tili, ya'ni muloqot tili mo'g'ul tili bo'lgan. Jujanlar davlatining aloqa tili esa eski so'x tiliga to'g'ri keladi. Jujan so'zining ma'nosi tarixiy manbalarda berilishicha turli qabila urug'larining uyushmasi degan ma'noni berar ekan. Bu davlatga asos solgan inson, Mo'g'ulyi deb ataladigan kishi o'limga hukm qilinganidan keyin bir amallab tog'ga qochib ketadi. U yerda o'ziga o'xshagan qochoq yigitlarni to'plab yangi davlatga, Jujanlar davlatiga asos solgan deyiladi tarixiy yodnomalarda. Mana shu davlatning chegarasi Shimoliy Mo'g'uliston va O'rta Osiyoni bir qismini o'z ichiga olgan bo'ladi. Jujanlar davlatining tarkibida har xil millat, elatlar, qabilalar mavjud bo'lgan. Shulardan bittasi bu Tele qavmi deyiladi. Tele qavmi aslida turkiy qabilalarining uyushmasidir. O'sha uyushmaning nomi turkiy qabilalar uyushmasi emas, Tele uyushmasi deb atalgan. Tele qavmining asosiy kasbi bu yilqiboqarlik va temirchilik bo'lgan. Hattoki Jujan xonlari, hukmdorlari Tele qavmini mening temirchi qullarim deb haqorat qilishgacha borishgan. Chunki ular o'zlarining o'lponlarini o'sha ro'zg'or buyumlari, temirdan yasalgan ro'zg'or buyumlari, mehnat buyumlari va qurollar bilan to'lashgan ekan. Va eng og'ir ishni, temir konlarida ishlash, temirni eritish, ularni quyish kabi ishlarni aynan bizning ajdodlarimiz turkiylar bajargan ekan. Turkiy xoqonlikning tashkil topishiga Buminning o'sha Jujan xoni qiziga sovchi qo'yishi bilan boshlanadi. Bumin xoqon birinchi turkiy xoqonlikning asoschisi. Shu inson Tele hukmdori bo'lib yurgan vaqtlarida taxminan 545-yilda Aynag'ay xoqonga, ya'ni Jujan xoqoniga sovchi jo'natadiki, qizingni menga turmushga ber deb. Lekin bu sovchilikni Aynag'ay xoqon o'ziga haqorat deb qabul qiladi. Sababi quli uning qizining qo'lini so'radi va natijada elchi jo'natadi. Sen mening temirchi qulimsan. Menga xudo bo'lishga, menga kuyov bo'lishga munosib emassan degan ma'noda elchi jo'natadi. Bundan qattiq g'azablangan Bumin elchilarni o'ldirtiradi. Natijada ikki o'rtada urush boshlanadi. Bu urush 10 yildan oshiq davom etadi va natijada 551-yilda Bumin g'alaba qozonadi. Jujanning eng oxirgi xoni Aynag'ay jangda halok bo'ladi. Va natijada
omon qolgan jujanlar sharqiy Yevropaga qarab qochadilar, u yerda avarlar davlatiga asos soladilar deb yoziladi tarix kitoblarida. Endi birinchi xoqonlikka qaytamiz. Bumin xoqon birinchi xoqonlikka asos solgandan keyin uning hududini kengaytirishni boshlaydi. Ya'ni Hunlar davlatidan qolgan hududni sekin-sekin kengaytira boshlaydi. Natijada Xitoy devoridan boshlangan hudud Amudaryogacha cho'ziladi. Bunday katta hududni boshqarish qiyin edi. Shuning uchun aka-ukalar Bumin va Istamin xoqonlar mana shu davlatni ikkiga bo'lib boshqaradi. Birinchi Turkiy xoqonlikning hududi juda katta edi. Uning sharqiy qismini Bumin xoqon, g'arbiy qismini esa ukasi Istamin xoqon boshqaradi. Faqat sharqiy xoqonlikda hukmdorlarni xoqon emas, Yabg'u deb atashgani uchun Istamin xoqon tarixda Istamin Yabg'u deb nom qoldirgan. Mana shu katta hududni boshqarish oqibatda nimaga olib keladi? Davlatning ikkiga bo'linishiga, sharqiy turk xoqonligi va g'arbiy turk xoqonligiga bo'linadi. Endi turkiy xoqonlik qachon inqirozga yuz tutdi? Buning sababi nima desak, Bumin va Istamin Yabg'u hukmronlik qilgan vaqtda adolatli qonunlar ish ko'radi. Lekin ularning farzandlari davlat tepasiga kelgach, ichki urushlar kuchayib ketadi. Ya'ni sharqiy va g'arbiy turkiy xoqonlik o'rtasida ichki urushlar. Ikkinchi tomondan esa Eron tinimsiz bu hududga urush qilib turar. Uchinchi tarafdan esa Tavg'ach xoqonligi bilan ham tez-tez urushlar, nizolar bo'lib turardi. Natijada davlat zaiflashadi va Kulteginda yozilishicha Tavg'ach xoni o'zining shirin tili bilan, oltinu kumushlari bilan, chiroyli maktablari bilan, ipaklari bilan deydi, turkiy xalqni aldadi deydi. Va turkiy xalq sekin asta xitoylasha boshlaydi. Turkcha ismini tashlaydi, xitoycha ismlar bilan o'ziga ism qo'yadi. Turkiy kiyimlarning o'rniga xitoycha kiyimlar kiya boshlaydi. Hattoki uy ro'zg'or buyumlari, taomlari ham xitoycha bo'ladi. Natijada birinchi xoqonlikni Tavg'ach osongina o'z tasarrufiga oladi. Ya'ni turkiy xoqonlik tugatilib, turkiylar Xitoyning Tavg'ach xoqonining quliga aylanib qoladi. Qaramlik 50 yil davom etadi. 50 yil davomida turkiylar Tavg'ach xoqoni davlatidagi eng og'ir ishlarni, eng haqoratli ishlarni bajarishadi. Ya'ni o'sha xizmatkor, eng og'ir ishlarni bajaradigan konlarda ishlaydi va natijada mana shu Kultegin bitigida Bilga xoqon armon bilan yozadiki, turk xalqi yo'q bo'ldi deydi. Bori ham qochib qutuldi deydi. Va natijada Tavg'ach nafaqat mana shu Mo'g'uliston hududidagi hududni, balki sotqin beklarning Tavg'ach xoniga yaxshi ko'rinishi uchun sovg'a qilgan Amudaryo hududidagi yerlarning ham egasiga aylanadi. 50 yillik mustamlaka asorati natijasi nima bilan tugaydi? Bumin avlodidan bo'lgan Qutlug'xon yoki tarixda Eltarish xoqon nomi bilan nom qoldirgan inson ozodlik urushiga shaylanadi. 17 ta yigiti bilan tog'ga qochib ketadi. 17 ta yigit sekin asta 700 ta yigitga aylanadi. Keyin esa ular Mo'g'uliston cho'llarida 3 ta shat birlashadi. Bu Qutlug'shat, To'nyuquqshat va Bogushat birlashadi. Haligi 700 ta qo'shin birlashib 2100 ta askarga ega armiyaga aylanadi va Qutlug'xon tarixda Eltarish xoqon nomi bilan taxtga o'tiradi va birinchi turkiy xoqonlikning hamma yerlarini Tavg'achxondan qaytarib oladi. Eltarish xoqon 10 yil davlatni tashqi dushmanlardan himoya qilgan bo'lsa, undan keyin taxtga o'tirgan ukasi Qapag'on xoqon ichki dushmanlar bilan kurashishga majbur bo'ladi. Sababi o'zi turkiy qavm bo'lgan o'g'izlar, o'zi turkiy qavm bo'lgan qirg'izlar, o'n o'qlar, turgashlar Bilga xoqon va Qapag'on xoqon davlatiga qarshi tez-tez isyon ko'tarib turadi. Natijada demak, mana shu ikkinchi turkiy xoqonlikning asoschilari nafaqat tashqi dushmanga, balki sotqin turkiylar,
ichki dushmanlar bilan ham kurashishga majbur bo'ladi. Mana shu hamma jarayon Kultegin bitik toshida juda chiroyli tasvirlangan. Endi mana bu rasmda Kultegin bitigi tosh turibdi. Bu yerda esa maqbara, uning atrofida esa haligi bir inshoot, ya'ni arxitektura inshooti turibdi. Afsuski bu binolar hozir yo'qolib ketgan. Hozir Mo'g'ulistonda faqat mana shu toshning o'zigina saqlanib qolgan. Bu Kultegin bitik toshi, qora marmardan ishlangan, bo'yi 3 metr 15 santimetr. Endi diqqatingizni nimaga qarataman? Mana shu hammasi tepadan pastga, o'ngdan chapga qilib alifbo, ya'ni Orxon alifbosida matn yozilgan va tepa qismida ko'rsangiz o'yib ishlangan arxarning bosh qismi, ya'ni egilgan shoxi va yana naqsh elementlarini kuzatish mumkin. Mana shu bitikdagi ma'lumotlarga tayanadigan bo'lsak, demak, Bumin asos solgan turkiy xoqonlik Ashin qavmidan edi va Ashin qavmining totemi bu nima edi? Bo'ri edi. Ularning e'tiqodiga ko'ra, ko'k tangrisi bo'ri qiyofasida, bo'squrt qiyofasida yerga tushgan, bir dumalab yigit kishiga aylangan va o'sha Tele qavmidan bo'lgan qabila boshlig'ining qiziga uylangan, undan tug'ilgan avlod keyinchalik turk xoqonligiga asos solgan deyiladi afsonaga ko'ra. Shuning uchun birinchi turkiy xoqonlikda ham, ikkinchi turkiy xoqonlikda ham bayroqning tepasida bo'ri kallasi ilova qilingan. Endi Kultegin bitigini biz necha qismga bo'lamiz? Kultegin bitigini 2 yozuvga bo'lamiz. Kichik yozuv va katta yozuv. Kichik yozuvda Bilga Xoqon o'z tilidan yurtiga, xalqiga, beklarga, qarindosh urug'lariga, farzandlariga murojaat qiladi. Va bizlar deydi birlashmasak, bizni osongina kimlardir bosib oladi. Bunga tarix guvoh. Bobomiz Bumin Xoqon asos solgan davlatda ham deydi, odamlar beklari, xoqonlari atrofida birlashmadi. Natijada ularni osongina Tavg'ach bosib oldi, o'ziga qul qildi, cho'ri qildi deb armon bilan yozadi. Ikkinchi yozuv, katta yozuvda esa birinchi turkiy xoqonlik Bumin, Istamin Xoqon asos solgan davlat haqida ma'lumot beriladi. Ikkinchi turkiy xoqonlik Eltarish Xoqon va uning yordamchilari asos solgan davlat haqida ma'lumot beriladi va 3-qismida esa u yerda Kulteginning, aynan Bilga Xoqonning ukasi Eltarish Xoqonning 2-o'g'li Kultegin haqida, uning jasorati, qaysi urushlarda qatnashgani, kimlarni ozod qilgani va vafoti munosabati bilan kimlar ta'ziya bildirgani haqida va o'zining ruhiy iztiroblarini Bilga Xoqon yig'lab iztirob bilan tasvirlaydi. Endi bu bitik toshdagi matnni Bilga Xoqonning o'zi yozganmi desak, yo'q. Bilga Xoqonning farzandi o'g'li Yo'lliq Tegin yozgan. Shu yerda diqqatingizni Tegin so'ziga qarataman. Tegin so'zi 20-asrdagi turkologiyaga oid asarlarda lashkarboshi deb tarjima qilingan edi. Lekin Qosimjon Sodiqov, Nasimxon Rahmonovlarning so'nggi izlanishlariga ko'ra Tegin so'zi shahzoda degan ma'noni berar ekan. Shunda Kul shahzoda, Yo'lliq Tegin esa Yo'lliq shahzoda deb o'qilishi kerak bo'ladi. Va Yo'lliq Tegin mana shu bitik toshning oxirgi satrlarida otam deb Bilga Xoqonni tilga oladi. Va shunday xulosaga kelamizki, matn muallifi turkiy shoir, qadimgi turkiy shoir Yo'lliq Tegin. U Bilga Xoqonning o'g'li va Kulteginning jiyani hisoblanadi. Mana shu matnda diqqatingizni tortadigan narsa Kulteginning 10 yoshida alp bo'lishidir. Mana Alpomish dostonida Alpomish necha yoshda alp bo'ladi? 7 yoshida alp bo'ladi. Bu matnda men doston so'zini ishlatishga harakat qildim. Haqiqatda qahramonlik dostoni deyiladi. Mana shu asarda Kultegin 10 yoshida er bo'ldi, 10 yoshida alp bo'ldi va uni kim qo'llab-quvvatladi? Umay ona qo'llab-quvvatladi degan gap ketadi. Umay ona kim edi? Qadimgi bobolarimiz e'tiqodiga ko'ra, turkiy xoqonlikdagi turkiy xalqlarning e'tiqodiga ko'ra, osmon ko'k tangrisi, erkak timsoli, Xudo. Yer esa ona timsoli va u ham aziz hisoblanadi. Va ana shu
ota xudo ko'k tangrisining yonida Umay ona, u ham xudo. Umay ona doim birga tasvirlanadi va Umay ona farzandlar himoyachisi, chaqaloqlar himoyachisi, oilaga, davlatga baraka olib keluvchi homiy hisoblangan. Keyingi tasvirimizga qarasak, bu Bilga Xoqon bitigi. Mana bu Bilga Xoqon bitigining aynan o'zi emas. Bu Turkiyada universitet hovlisida o'rnatilgan Bilga Xoqon bitik toshining maketi hisoblanadi. Bitik tosh aslida 3 metr 45 santimetr bo'yiga ega baland bitik tosh, afsuski yiqilib 3 bo'lakka bo'linib ketgan va ayrim matnlar, yozuvlar o'chib ketgan. Bu esa uning maketi hisoblanadi. Mana shu maketga qarasak ham hali oq marmarga ishlangan yozuvlarni, o'yib yozilgan yozuvlarni ko'rib turibmiz. Mana ayrim joylarida yozuv yo'q, sabab u nima o'chib ketgan. Endi Bilga Xoqon bitik toshida nimani biz eslab qolishimiz kerak? Diqqatimizni tortadigan joyi nima? Bitik toshdagi matn uslubi xuddi Ahmad Yassaviyning hikmatlariga o'xshab ketadi. Bilasiz, Ahmad Yassaviy hikmatlarining bir qismi shoirning tarjimai holidan iborat. 3 yoshimda bu bo'ldi, 4 yoshimda bu bo'ldi, 63 yoshgacha bo'lgan hayotini yillar bilan Ahmad Yassaviy berib chiqadi. Xuddi ana shu uslubni biz Bilga Xoqon bitik toshida ko'ramiz. 16 yoshida nima ish qildi, 17 yoshida nima ish qildi, 18 yoshida nima ish qildi, 19 yoshida nima ish qildi. Va mana shu ma'lumotlardan shu narsaga amin bo'lamizki, Bilga Xoqon Boburga o'xshagan, Amir Temurga o'xshagan, Jaloliddin Manguberdiga o'xshagan mard, jasur jangchi bo'lgan. Sababi, fikrimning isboti, 17 yoshida qo'shinni boshqargan. Tasavvur qiling, 17 yoshli bola katta bir qo'shinni boshqarsa-yu va dushman Xitoy davlati bilan jang qilsa, jangda g'olib kelsa. Kimning hayotini eslatdi? 15 yoshli Boburning Samarqandni qo'lga kiritish lavhasini esingizga soladi. Demak, keyingi bitik toshimiz To'nyuquq bitigi. To'nyuquq to'ng'ich javhar degan ma'noni beradi. To'ng'ich javhar odatda bunday ism oilada to'ng'ich o'g'il tug'ilganda qo'yiladi. Chunki to'ng'ich so'zining o'zagi bilan To'nyuquqdagi to'ng ular o'zakdosh so'zlar hisoblanadi. To'nyuquqning o'zining e'tirofiga ko'ra Tavg'achda tug'ilgan. Tavg'ach imperatorining saroyida, Garovda tarbiyalangan. Garovda deganim To'nyuquqning otasi katta qabilaning boshlig'i bo'lgan. Va shu qabila imperatorga qarshi chiqmasligi uchun qabila boshliqlarining farzandlari imperator saroyida Garovga ushlab turilgan va tarbiyalangan. Va To'nyuquq ham bir necha marta qochib ketmoqchi bo'ladi saroyidan, qamab qo'yishadi. Qarasaki qochishlar befoyda. To'nyuquq endi qaysi yo'lni tutadi? Imperatorning ishonchiga kirish va baribir o'zining maqsadiga erishish. Maqsadi nima edi? Ta'lim tarbiyani saroyda olgan mohir jangchi To'nyuquq imperatorning ishonchiga kiradi. Imperator uni lashkarboshi qilib, o'zi tug'ilgan hududga jo'natadi. O'zining yurtiga qaytib kelgan To'nyuquq endi Tavg'achga xizmat qilishdan bosh tortadi. Ya'ni Eltarish Xoqonning yigitlarini qo'shib, hali katta bir armiyaga asos soladi va ularning vazifasi nima bo'ladi? Mustaqillik uchun kurash bo'ladi. Va mana shu To'nyuquq bitigini biz bir necha qismlarga bo'lsak oson eslab qolamiz. Kirish qismida mana shu biografiyasini tasvirlaydi. Tavg'achda tug'ildim, saroyda tarbiya topdim, shart bo'ldim va 3 ta shart yigitlarimizni birlashtirib cho'lda yangi xoqonlikka, ya'ni ikkinchi xoqonlikka asos soldik bilan boshlanadi. Keyingi qismida esa ichki dushmanlar bilan qilgan janglari beriladi. Bulardan bittasi O'g'izlarni deydi, daryoga siqib bordim deydi. Qaysi lavha ko'z oldingizga kelyapti tarixda? Humoyunning hayotidagi bir lavha. Demak, daryoga siqib bordim va O'g'izlarning bir qismi daryodan suzib o'taman degan askarlarni bir qismi cho'kib ketdi, bir qismi esa taslim bo'ldi deb ta'riflaydi. Ikkinchi ichki dushman bu qirg'izlar edi deydi. Qirg'izlarni deydi uyquda bosdik. Chunki u Tavg'ach bilan qo'shilib, katta qo'shin bilan ustimizga yurish qilmoqchi ekan. Ayg'oqchilarim olib kelgan bu xabardan tun
deydi, uxlamadim, kunduz bir joyda o'tira olmadim va natijada ular harakatga kelmasdan oldin harakatga tushdik, qirg'izlarni uyquda bosdik deydi. O'lganlari o'ldi, tiriklari esa tizzalab oldimizga kechirim so'rab kelishdi deydi. Mana shu lavhani o'qiganingizda ko'z oldingizga nima keladi? Chingiz Aytmatovning Oq kema asaridagi ona bug'u haqidagi afsona ko'z oldingizga keladi. Ikkala voqea aslida bitta voqea. Endi keyingisiga o'tsak, demak, Enasoy bitikdoshlari, bular O'rxun Enasoy bitiklaridan nimasi bilan farq qiladi? Bo'yi jihatidan kalta 51 metrlik, 50 santimetr 1 metrlik toshlardan iborat va bular marsiya qo'shiqlardan iborat. Eslab qoling, To'nyuquq bitiktoshidagi matn ham, Bilga Xoqon bitiktoshidagi matn ham bular she'riy asarlar. Bular erkin vaznda yozilgan she'riy asar hisoblanadi va bu yerdagi qahramonimiz, lirik qahramonimiz marhumning o'zi, marhumning tilidan men palon ishni qildim, palon yoshda vafot etdim, vatanimdan ayrildim, oilamdan ayrildim degan so'zlardan iborat bo'ladi. Va oxirgisi endi mana shu asarlarni she'riy asar dedim. U yerda siz tashbihni ham ko'rasiz, sifatlashni ham ko'rasiz, irsoli masal san'atini ham ko'rasiz va xulosa qilib aytamizki, O'rxun Enasoy bitikdoshlaridagi matnlar nasriy asar emas, bular she'riy asarlar. Shuning uchun Iva Stebleva va Nasimxon Rahmonov bularni qahramonlik dostonlari deb o'rganishimiz kerak deb taklif etadi. Darsimizni shu yerda yakunlayman. Savolingiz bo'lsa berishingiz mumkin. Marhamat. Menda bor. O'rxun Enasoy bitikdoshlarini kimlar o'rgangan? O'rxun Enasoy bitikdoshlarini rus olimlari ham, nemis olimlari ham, shved olimlari, o'zbek, qozoq, turk olimlari ham o'rgangan. 20-asrda asosan yevropalik olimlar o'rgangan bo'lsa, 21-asrga kelib o'zbek olimlari ham faol bo'lib qolishgan. Hozirgi kunda bizda Qosimjon Sodiqov, Nasimxon Rahmonovlar O'rxun Enasoy bitiklari matni ustida ish olib borishmoqda va yaqinda bir ekspeditsiya bo'lgan. Bu Hakasiyaga yuborilgan ekspeditsiya. U yerda yangi toshlar topilgan va u toshlardagi matnlar ham endi olimlar tomonidan o'rganilmoqda. Chunki Hakasiya, Chuvashiya bilan o'zbek olimlari shartnoma tuzibdi va endi u yerga borib olimlarimiz nimani o'rganadi? Enasoy bitikdoshlarini o'rganishadi. Yana savollaringiz bormi? Savollaringiz bo'lmasa, shu bilan tarix bilan tanishuv darsimizni tamomlaymiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat.